yaxshi. Shu sizdaqa nimalar so'raganlar boshqalarga. Hozir siz qonuniy tuzyapsizmi shu narsani? Qanday noqonuniy? Siz turgan joyingizni menga nimasini ko'rsating? Buyrug'ini, prikaz buyrug'ini. Nechidan nechigacha turishingiz kerak? Ertalabdan kechgacha turamiz. Ertalabdan kechgacha berilmaydi. Emas, Qora aka emasman aka. Baxtiyor Musahimov, qora aka. Keldi. Uzr noto'g'ri Haydovchi ham emas. Haydovchi ukam, radnoy ukam. Haqqim bo'lsa kerak menimcha. Haqqingiz bor, to'g'ri talab qilyapsiz. Lekin qonuniy ko'rsatyapmizmi? Hozir qonuniy ko'rsatmaysiz. Hozir menga ko'rsating menga tezligini. Tezligi qayerdan tushdi? Ko'rda haydovchi ko'rdi. Lekin biz tezlikda o'ynashincha tezlikda kelgan. Necha tezlik belgilangan? 50 km tezlik ko'rgan ketdi mana. 64 tezlik. Mana soat 15:80 km. Mana shu syomka qilib qo'yish bo'ladi. Sizga mumkin emas, lekin o'zingiz telefoningizga syomka qilish siz uchun qonuniy bo'yicha, не только siz uchun, даже Rossiyada ham mumkin emas. Chunki sizning shaxsiy telefoningiz. Gaplari siz kishi. Sizga ana shuning uchun Shavkat Mirziyoyev buyruq berganki, именно государственный kamera bo'lish kerak odamda. Bersa topib olamiz. Qachon beriladi? Uni rahbariyat biladi. Uni rahbariyat sizga aytishi kerak. Mana shu kundan biz beramiz. Mana shu kundan sizlar taqiladi deb. Har kuni совещание bo'ladi sizlarda, to'g'rimi? Bersa topib olamiz. Yo, совещание bo'ladimi har kuni? Har kuni bo'ladi. Bersa topib olamiz. Qani bo'lsa bizga ham foyda-ku. To'g'ri tushunish og'izda bo'lmaydi aka. To'g'ri tushunish qonuniy bo'ladi. Ko'rdingizmi tezliklaringizni mana? Tezlik aka 64 kilometrda siz aniq menga nimasini ko'rsating endi buni. Sertifikatini ko'rsating siz menga endi buni. Siz menga sertifikat, siz sxemangizni ko'rsatingiz aka. Menga sertifikat, kamerani imенно qonuniy tekshirib berilgan sertifikati bo'ladi aka. Ana sertifikatini ko'rsating. Sizlardan bilmadim-ku, men O'zbekistonda unchalik bilmay qoldim. Rossiyada mashina даже bekintirilib turilgan holatda 185-qonuni bor. Rossiyaning immandan. Bunaqa to'xtab turilgan qonun chorasiga даже DPSning o'zini shtrafi bor. Ko'riz o'qing, men muddatini ko'ray. Aka, men o'zim bilaman qanaqa olish kerakligini. Muddatini qarang, muddatini ko'rg'ilasiz mana 16 2019-yilgacha. Bor ekan. Hozir kelsam sizga даже men Rossiyada ham qonunni o'tkazganman. Libboy odam prav bo'lsa, pravligini ko'rsatish kerak. Ne prav bo'lsa, ne pravligini. Hozir даже prokuraturaga yozgan qog'ozimgacha ko'rsataman. Keladi mashinada turib dokument. Ukam kelsa, chunki men qonunimni bermaydigan narsam yo'q. Qonuniy sizni imенно kamerangiz yo'q aka. Qolgan joyingizga vapros yo'q. Kamerani e'tirof bildirib yozaverasiz. Kamerasi bor. Kameraga nima qolgan narsalarimiz to'g'rimi? Qolgan narsangiz to'g'ri, men siz ko'rinaman. To'g'rimi? Yana Mashina lekin to'g'ri turilishi qanday? Syomka qiling. To'g'rimi? Biz nima edi Shavkat akamidi? To'g'rimi? To'g'ri. Shu yetadi. O'zi asli fotoradar imенно tepaga qo'yilishi kerak. Sizlarga emas o'zi aslida. Rossiyada hech qanday bunaqa fotoradar yo'q yo'lda. Rossiyada shunday turadi, kameraga siz tezligingizni oshirdingiz. O'zbekistonda men yurgan joyimni gapiryapman. O'zbekistonda xizmat olib boryapsiz. O'zbekistonda gapiring. Men sizga просто tushuntiryapman aka. Ana shu yerda rasmga oladi. Tushuntirib aytib qo'yapman. O'sha joyga ketiladi. Kimning nomida bo'lsa, o'sha joyga mashina boriladi. Sizga o'xshab qo'lda yozilmaydi yerda. Polniy shtraf как положено sistema bilan boradi. Sberbank onlaynda ishlasang shunaqa qilamiz. Sberbank onlaynda to'lab qo'yasiz. Yugur bo'lmaydi bunchalik. Ham shunaqa bo'ladi, xudo xolasa endi. Sizlar prikazni bajarmayapsizlar-ku, qanday bo'ladiki? Kamera yanvardan berilsin degan. Hozir nechinchi oyda biz? Fevral. Xo'p, fevraldan. Nechinchi oy hozir? Bermayapti. 4-oy hozir, to'g'rimi? Bermayapti. Bersa taqib olamiz. Qanday bermaydik? O'zbekiston shaharda biz aka. U qishloq bo'lsa ekan boshqa gap. Farg'ona shaharida biz. Ham yo'q bitta O'zbekiston. O'zbekiston, xo'p, imенно shaharda biz-ku hozir, to'g'rimi? Qishloqda bo'lsa ham bersa biz taqib olamiz. Uyga tashab kelmaymiz. Siz talab qilishingiz kerak aka. Kuniga razvod beriladi, aytish kerak aka, men yerda mashincha xodimga berilish kerak.
iltimos bizga beringlar, shuni talab qilishyapti, xalq talab qilyapti desa, xalq talab qilingandan keyin bu e'tirozni manba sizlar bildirishlaring kerak. Men sizga bildiraman e'tiroz, meni boshlig'ingiz to'sgani yo'q. O'shancha hadeb so'rayman, bersa taqvalarimizni aytdi, bergan yo'q rahbariyat dedi, to'g'rimi? Bo'ldi endi, o'sha gapga